Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz bizlarni kuzatayotgan mo'min musulmon birodarlar, bizni vatanimizda, chet elda kuzatayotgan barcha aka-uka, opa-singillar, mana bizni e, Hadya fondi har yili bir loyihani amalga oshirardi. Mana shu loyiha bo'yicha sizlarga video murojaat qilishlikka hozir qaror qildik. Ya'ni ota-onasi o'tgan bolajonlarni va kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan bolajonlarni maktab qurollari qilib berishlik, maktab formalari qilib berishlik bizning loyihamiz bor edi. Albatta bu yil ham 2026-yilgi o'qishga ham maktab formasi qilishlik biz hozir niyatda turibmiz. Mana shu maqsadda sizlarga murojaat qilyapmizki, biz inshaalloh bu yil 300 ta bolaga qilishlik bizning niyatimiz bor. Albatta bu narsa albatta Allohning inoyati bilan va siz azizlarning ko'magingiz bilan bu ishlar amalga oshadi inshaalloh. Hurmatli azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, men va yetimni kafilga olgan jannatda mana bunday bo'ladi deb turib, o'rta va ko'rsatgich barmoqlarini bir-biriga yonma-yon qilganlar. Mana shu hadisga amal qilamiz. Mana shu hadisda aytilingan savobga, ajrga ega bo'lib qoladigan aka-ukalarimiz juda ham ko'p. Shuncha yillardan beri bizni Hadya fondiga homiylik qilib kelayotgan, Alloh taolo fazli bilan, marhamati bilan mol dunyo bergan akalarimiz shu yilgacha, shu kungacha bizlarga homiylik qilib kelyapti. Vatanimizda, chet elda yurgan qo'lida bor aka-ukalarimizni, yana shu ota-onasi o'tgan, kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan farzandlarni 5 tasinimi, 10 tasinimi, shunchasini kiyintiraman deganlar bizlarga murojaat qilib qolishlarini iltimos qilib qolamiz. Bizni Hadya fondi xodimlari ko'chalarda korobka ko'tarib yurishmaydi va shahrimizdagi somonlarga pul so'rab kirishmaydi. Alloh taolo qo'liga bergan aka-ukalarimiz shu kungacha homiylik qilib keladi. Mana shularni albatta avvalambor Allohning inoyati bilan va shu akalarimizni himmati bilan shu ish choralarimiz shu kungacha amalga oshib kelyapti. Bizni bir loyihamiz bor edi, Alloh suygan dasturxonlar degan. Ya'ni o'z hamshaharlarimiz o'zlarining ehsonlariga, to'ylariga shu ota-onasi o'tgan bolajonlarni chaqirib kelishyapti. Maktab boshlangunicha chaqiradiganlarni bir qator eslatib o'tamiz. Shu bolajonlarga maktab formalari qilib berishlikni ulardan iltimos qilib qolamiz. Kimdir mana oyoq kiyimini qilib beradimi, oq ko'ynagini qilib beradimi, yoki bo'lmasa sumkalarni olib beradimi, to'yga ehsonga chaqiradigan akalarimizni shu bolajonlarni kiyintirishligini chaqirib qolaman. Mana shu bolajonlar haqida yoki bo'lmasa shu loyihalarimiz haqida to'liq ma'lumot olishni istaganlarga biz ekranga telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Og'zaki ham aytib o'taman, 0755 bilan 44 18 44. Yana bir qator qaytaraman, 0755 bilan 44 18 44. Albatta biz rasmiy QR kod raqamlarimizni, QR kodlarni ekranga ham qoldiramiz. Unga ham xohlaganlar hisoblarni o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu bolajonlar bilan jannatga kirishlarini, payg'ambar alayhissalom bilan qo'shni bo'lishlarimiz hammalarimizga nasib aylasin. Bu bolajonlarni xursand qilganini Alloh taolo xursand qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum rahmatulloh.